Bachadon ichida joylashgan poliplar homiladorlikka qanday zarar yetkazishi yoki qanday ta'sir qilishi mumkin degan savollarni ko'p holatlarda ayollar berishadi. Bunday vaziyatlarda poliplarni albatta gastroskopik yo'l bilan olib tashlash kerak. Polip joylashgan holatda homiladorlik ushlashi juda qiyin bo'ladi. Polipni joylashuvi turli xil. Bachadonda tanasining tubi qismida, yon devorlarida yoki bachadon bo'yniga yaqin qismda joylashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda bachadon bo'ynini o'zida ham tashqaridan ko'rinadigan holatda joylashib qoladi. Bachadon bo'yni, bachadonda tanasining ozroq oldiy qismida joylashgan holatlarda homiladorlikdan saqlamaslik ehtimollari yuqori hisoblanadi, lekin bu ham homiladorlikdan saqlaydi va bachadon ichidagilar 100% holatda homiladorlikdan saqlaydi. Bachadon ichida joylashgan poliplarning borligi bu ayolda gormonal o'zgarishlarning borligini bildiradi. Bu follikulalarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin, ehtimoli bor degani va hosil bo'lgan embrionni bachadon ichiga joylashtirmaslik xususiyatiga ega. Shu sababdan bunday diagnoz bilan ayollar yurmasdan, o'ylamasdan darrov bilgan holatlarida ginekologga murojaat qilishlari va buni eng maloinvaziv yangi texnologiyalar uchun ishlab chiqarilgan gastroskopiya yo'li orqali olib tashlasa bo'ladi. Gastroskopik yo'l bilan olib tashlangan polipdan so'ng bachadonda hech qanday chandiq, travma, choklar hech qanday qolmaydi va hech qanday izsiz va homiladorlikka bemalol tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi.